Привет, do'stlar! Mani kanalimga xush kelibsizlar do'stlar. Hamma kutgan vlogni va nihoyat bugun olganman. Hamma so'radi va hamma kutgan edi bu vlogni. Qani unda tezroq boshlaylik. Ketdik. Otman, buyruqman. Nima sizlar bilan ertaroq salomlashishim kerak edi, lekin bilmayman, vaqt topolmadim video olishga. Maktabdan keldim obedda. Ikkita uchta montajlarim bor edi, tez qilib tashladim-da. Keyin uxlab oldim soat 3larda. Shu bilan soat nechada turdim? 5:30lardami turdim-da. Turib, idish tovoqlarimni yuvdim, ovqatlandik, posudalarni 2 marta yuvdim, to'g'ri. Ovqatlanib bo'lib keyin ham yuvdim. Keyin pirog pishirdim. Yana nimalar qildim? Bir balo battallar qilib yuruvdim, lekin videoga oldimmi, olmadimmi esimda yo'q. Idish tovoq yuvganim bilan pirog qilganimni olgan bo'lishim kerak menimcha. Agar olgan bo'lsam. Bilmayman, ertaroq videoni boshlashim kerak edi, lekin bunga fursat topolmadim, ya'ni shunaqa qilib kech bo'lsa ham boshlamoqman videoni. Mana yuzimdagi o'g'rilarni men izlarini ketkazishim kerak. Qanaqa ketadi? O'qitni boshladim men. Asorat 7 kunda bilinadi deyishdi. Xudo xolasa 7 kun ichida yuzimda hech narsa qolmasa yaxshi bo'lar edi. Shu yuzimdagi hamma o'g'rilar ketardi. O'g'rining izlari qolib ketganda, mashlarim tezda og'riydi nimagadir. Peshonam bor-ku, bo'rtib qo'ygan joylari yomon og'riydi. Bilmayman nimaganligini. Uncha ketib qoladi inshaalloh. Mana yaqinda chiqqan o'g'ri bor edi. Qo'lim qichibanda qisqaman. Izi qolib ketgan. Даже endi ayb menda emas-ku, to'g'rimi? Ayb o'g'rida chiqish kerak emas edi. Hamma men cho'lkamni gapiryotdi-yu, mana sizlarga yana bitta fursat, mana shu cho'lkamni gapirsanglar bo'ladi. Qale, takoy turibdim. Bunaqa qo'yganimning sababi mani cho'lkam o'sib ketganini qaranglar. Hozir bu cho'lka mana, bu o'rtasidagi cho'lka qaranglar. Men cho'lkani mana bunaqa qilib kesaman-ku. Bu cho'lka mashtimdan bo'lsa, ana bu yog'imdagi cho'lkalar уже mamitimdan. Mashtimdan tasavvur qilinglar, endi tasavvur qilib ko'ringlar. U ukladka qilganinglar bilan umuman foydasi bo'lmayapti. Также men cho'lka tushirmayman, faqat shunaqa yuraman. Mana shu ikkita shoxim bilan. Menga yoqdi. Yarashyapti-yu, zato to'g'rimi? Menga yoqdi. Ko'pchilik aytishdi, senga shunaqa qilib tushirib berganing yarashdi deyishdi. O'zimga ham yoqdi. Так что gapim 3 minutlik gap bo'lib ketdi. Xudo xolasa, sizlar bu videoni aktiv qilib, bomba qilib yoraverasizlar, men sizlarga ishonaman. Bu video agarda 5k like yig'gandan keyin yana bitta vlog olaman, nasib qilsa. Shunda tezroq like bosib, har bittanglar bosgan likeinglar bittadan hisobga kirsa, bu videoni ancha-muncha odam ko'radi. 100 mingtadan ham oshiq odam ko'radi. Har bittanglar like bossanglar, har ko'rgan odam like bossa, ancha-muncha like yig'ilardi. Просто sizlar ko'rasizlar-da. Mehnatning qadriga yetmasa shundan ketaverasizlar. Nimaga bunaqasizlar? Так что men bu piroklarimni pishirib bo'ldim. Hamma ishimni qilib bo'ldim. O'zim xonamga kirdim. Endi maza qilib o'tiribman. Hozir bitta kofe damlab kelsam, pirog bilan ketadi-yu, mizda. Meni tungi qaroqchiligim boshlanadi. Soat necha bo'ldi o'zi? Уже 10:30dan oshibdi, soat 11 bo'ldi. Aytibman, meni tungi qaroqchiligim boshlanadi. Shunaqa. Raspchalarimni qilib oldim. Sumkamni almashtirdim. Nima desam bo'ladi? Shopper tutib yurgandim. Har doim shu yilni boshidan beri shopper tutib Уже men kurtkaga o'tdim. Kurtkaga o'tganimdan keyin men yelkamdan tushib qolaveradi. Chunki kurtka ishib turadi-yu. Tushib qolaverganligi sababli xalaqit beryapti menga. Shopper mana bunaqa cho'nchagimni qo'limga solishimga. O'shanga bugun eski popkamni tutdim to'g'rirog'i. O'sha popkam changmas o'tgandi. O'shani raspakovka qilib berdim-ku, o'shandan keyin ham tozalamagandim. Shunda solib joyiga qo'yib qo'ygandim. O'shani olib, chang-pangini artib, ichiga raspchalarimni joylashtirdim. Videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, tezda like bosing. Sizlar hozir sizlar bilan birgalikda ulitkaga qaraymiz. YouTube'ni men ulitka olganimdan xabari bormi, yo'qmi bilmayman, lekin Telegramdagi obunachilarim bundan xabari bor. Ulitka oldim va hozir sizlarga uni ko'rsataman. Mana ulitkachalarim 4 ta. Mana bodring etagida, mana bitta bor ekan. Sizlarning xabaringlar yo'q, YouTube'ning xabari yo'q, lekin Telegramdagi obunachilarimni hammasini xabarligi bor ulitka olganimdan. Men darsimni qilib bo'ldim. Hozir dars o'qib o'tdim. Keyin
Ilkaga bitta ikkita narsasini berdim. Tuda qildim. Keyin birpas video oldim, qisqa shorts videolarga. Shunaqa qilib soat уже 12 bo'ldi. Hozir yuzimga uhud qo'yib olishim kerak. Ana penkadan surib olishim kerak. Sochimni yig'ib olamiz. Tak. Вот mana. Mana cho'lkalarni mamutga orqadan mizinka bormanda. O'sha yerga qistirib qo'yaveramiz. Вот mana. Всё. Mana shunaqa qilib ko'piklarni surib mana shu zo'r ekan. Menga hidi yoqdi. Ishlatib ko'ringlar sizlar ham. Hidi вообще zo'r ekan. To'g'risi bu hech qanaqangi reklama emas lekin. Hidi вообще dahshat ekan. Menga hamma hisob yoqdi. Bunlarni oldida bor kiyimim peshinamda. Вот. Hozir yuvib olib keyin. Do'pposlar qilamda. Hozir yuzimni yuvib keldim-da, tashqariga chiqdim-da, yuzimni yuvishga. Soat уже 12 dan oshdi. 12 dan oshganda men xud qilib o'tiribman. Tashqariga chiqsam, anaqa muzika deb уже baland, to'yxonada eshitadigan muzikalar bo'ladi. Shunaqa deb. Aytmoqman, hozir shunda soat 12 da ham to'y bo'lyaptimi deb. Bizga anaqa Qozog'iston yaqin. Bizga Qozog'iston yaqin-da. O'yladim, Qozog'istonda to'y juda ham kech bo'ladi. To'y tugashi sekin-da, misolga. To'y bo'lyaptimi hali ham deb o'yladim-da. Chunki slishkom baland ovozda hovliga chiqib yo'lga borganimcha. Shunaqa. Korоче, men yuzimni yuvdim. Mana ko'ringda. Shunaqangi jahllarim chiqib ketyapti. Mana shu qo'llarim sevaman-da. Tirnog'imni gapirib o'tmadinglar-da, endi qaranglar. Kvadratniy. Shunaqa yaxshi ko'raman men negadir. Men bizni to'g'rilashim kerak, qiyshiq bo'lib qolgan. Soat nima 12 da ham uxlamaysizmi siz deb. Ertalab qanaqa qilib turasiz deydiganlar. Obed uxlab olaman deb shunday. Obed uxlayman, keyin shunaqa kech qo'yaveraman. Hozir o'lgan ustiga tepgan qilib, men kofe damlab keldim. Ertasilar kofe ichganingizdan keyin конечно uxlamaysiz deb. Men просто так obed uxlaganim uchun uxlay olmayman kechqurun keyin. Obed uxlamay desam, уже kechga yaqin mazam qo'shib qoladi. Mazam qo'shib qolmaydi, anaqa ishtaham bo'lmaydi. Hech narsa yemayman. Короче, shunaqa-da, neto'g'ri deb. Uyqum kelgan payt uxlayveraman deb. Hozir kofe damlab keldim, lekin menga hech qanaqangi ta'siri yo'q. Nimaga desanglar borku, men 1000 martalab borku kofe ichib turib uxlab qolgan paytlarim ham bo'lgan. Kofe menga umuman ta'sir qilmaydi, ishoninglar. Kofeni aytasiz, uyqungizni qochiradi, kofe deysizlar, lekin kofe umuman ta'sir qilmaydi menga. Hozir ham borku, даже kofeni ichib turib uxlaversam ham bo'ladi. Bemalol uxlayman-da. Anaqa uyquni вообще qochirmaydi. Просто так ichkim keladi kechqurun shirin narsalar bilan. Yokida napitka aynan Ice tea, Fizz tea shunaqalardan. Ice tea, Fizz tea bir-biriga emas ekan. Pepsi Cola nima kamdan kam ichaman gazli bo'lganligi uchun. Uncha yoqmaydi. Pirog bilan kofe ketadi-yu вообще. O'tda bokalga tayyorlaganimni qaranglar. Tagida turib qopti. Soat 1 bo'ldi уже. Men choy ichib, to'g'ri kofe bilan pirog yeb, kino ko'rib o'tirdim birpas. Endi uxlaymiz. Soat 1 bo'ldi. Ertalab turish kerak. Do'stlar, men boya turuvdim. Soat 6:25dami, короче 6:30larda. Oyim bilan telefonda qiladigan ishlarimiz bor edi. O'shani qilib oldim-da. O'sha soat 6 dan 50 minut o'tdi уже. Shunaqa, o'zi asli men soat 7 da turardim. Shunaqa endi kiyinib maktabga ketamiz. Men hozir kiyinib, sochimni yig'ib oldim. Yig'olmadim, o'rib oldim. И вот men cho'lkamga qaranglar. Uzunligini bunda orqaga qilsam, orqadan chiqib qoladi, mana shunaqa qilib asabimga deb. Shuning uchun bundoq mizinkalar bir talay mizinkani boshimda ko'tarib yuraman.
Uf, butilkani kesay desam keskim kelmayapti. Tushiray desam tushirolmayapman. Chunki bu juda ham uzun. Mashtimdan bo'lganda, mana mashtimdan bo'lsa besh zo'r bo'ladi. Mashinchasini kesish kerak. Shuning uchun men bitta tola qilib tushirib yuraman. Esa uydan chiqdim. Вот, kurtkadaman. Men bitta anchadan beri shopper taqib yurganimga popka taqish sal g'alatiroq tuyulyapti menga. Men hozir asrobga kelyapman-da, Jasminlarida turgan ekan. Biz asosan birga ketmaymiz ko'p. Всем привет. Shunaqa. Shunaqa. Voy shunaqa. Qaranglar do'stlar, osmon rangini chiroyli bo'lib turibdi, slishkom. Doim men yo'lda tushib qolaman. Chunki men bog'chaga tashlashim kerak bir odamchani. O'sha yerdagi bog'chaga boradi hozir bitta odamcha. Endi maktabga ketyapman. Soat уже 7:50 minutda. O'zi asli men uydan 7:40 larda chiqardim. Shunaqa 7:50 40 qilib chiqardim, mazza qilib. Soat 7 da turardim. Qo'rqmayapsanmi o'zing? Yo'q, qo'rqmayman. Haqqa. Men saka. Вот. Robi. Chinnimisan? Millat. Bizda adabiyotdan nazoratchi bo'ldi. Ovqatlanishda. Oshxonadamiz. O'zini himoya qilish yo'lida ishlamagan odam sizga qanday qilib yaxshilik qilishi mumkin? Tag'in aytyapsizki, u qimirlolmaydi, bu qanday qilib boshqalarni maydalasin deyapsiz. To'g'ri, u qimirlolmaydi, u bizni qilishi nima qilishi? Tarixda asosiy voqea shu bilan bog'liq-ku. Nima bilan bog'liq? Kuzada o'tirmagan edik. Yoqishga qaror qilishadimi? Yoqishadi. Yoqishmaydi. Ha, yoqishadi. Keyin Namrud o'zini hukmdor deb, xudo deb bilayotgan bir Bravo. Kleopatra aytadiki, kimdir agar birgina savob ilinjida bo'lsa ham, otga bitta qas tashlasin. Mana shu yoqqa deydi. Shu darajada olov yoqishadiki, Ibrohimni tashlash uchun unga necha kunlik chir masofadan turib hatto yaqinlasha olmaysiz. Dahshatli darajada issiq. Keyin ana Palaxmon toshini nimaligini bilasizmi? Otadi-ku, manjana. Odam kerak. Ana shunga payg'ambar Ibrohim alayhissalomni qo'yib, o'tni ichiga otishadi. Chunki yaqiniga borib tashlashning imkoni bo'lmaydi. U shunchalik issiq bo'ladi. O'tdan chiqqan. O'tkashadi siz Alloh bilan. Alloh bilan. Keyin o'tni ichiga Ibrohimni tashlashgandan keyin Ibrohim alayhissalom oldiga Jibril alayhissalom keladi. Aytadiki, seni nima ilinjing bor, nima xohlaysan desa, men sendan xohlaymanmi kelib. Meni ko'nglimda nima borligini, nima xohlayotganimni sendan xohlamayman desa, keyin Alloh oldiga borib aytadi. Allohim shunaqa deyapti, sendan xohlamayman deyapti. Aytgin unda Allohdan xohlasin. Desa, Jibril alayhissalomga qaytib keladi. Nima xohlayapsan? Ayt, Alloh istadi desa, meni nima istaganimni Alloh biladi. Aytmasa ham biladi. Mana o'sha payt Allohimni neman vakiliga kalima keltiriladi. Olovdan yonmasdan shunday chiqib keladi. Eshitganman. Qur'on oyatida hamma hisob eshiting. Hamma hayvonlar olib kelib og'zida suvlashsa, bitta kelsak olib tushlaydi. tushlaydi, ha. Keyin keyin qalbimizga qaysi hayvon Qo'li qishyapti. Keltirib. eshitdim shu qaysi hayvon qaldak ochga gapirgan ekan. Ha. O'zi og'zingda Chumoliga. Chumoliga og'zida kelayotgan qaldak ochga qaldak ochga og'zi Chumoli bo'ladi. Chanel emas, Chanel emas. Chumoli kelgan. Chumoliga sen olib kelayotganing nima bo'ladi desa, hech bo'lmasa shu yo'lda maqsadimni Alloh biladi. Kim tomonidan ekanligini biladi Alloh. yo'q, men uni eshitmagan edim. Domlalar aqlasida eshitdim-da.
kelishgina bo'ladi. Sen çedir otur. Oldukça çıkıyor olsun. Ben içeri zaten. Böyle yapmalıyım. Bir tane para veriyorum. Yaka, al buraya. Yaka, al buraya. Ketdi уже video olib. Challenge video. Mening maktabim to'g'risida video olaman. Hozir uni montaj qilishim kerak hali. Charchab ketdik bitta videoni olguncha. Do'stlar, biz shunaqa o'tiramiz endi. Chakaklarim og'rib ketdi. O'rdan o'tgan ketganligi qochib turib, o'tib turib, yoqqa o't. Men asab bor-ku, buzilib ketar ekan. Shunaqangi. Mahalladaman. Uyga kirib ketyapman. Men uyga keldim. Negadir shu futbolkamni ko'p kiyib yuraman-da. Futbolkamni nimagadir ko'p, slishkam ko'p kiyamanki, hamma kiyimlarimga tushib ketaveradi nimagadir. Bilmayman qanaqa. Hamma kiyimimga tushadi-da o'zi ham. Videolarimda payqasanglar ko'p shu futbolkada bo'lib qolaman. Kir bo'lsa yuvaman-da, yana qurgandan keyin yana kiyib olaman. Yana yuvaman, yana kiyib olaman. Короче, shunaqa nimagaligini bilmayman lekin. Rosti ko'p marta kiyaman shu futbolkamni. Oyimchi abadga xonim qilib qo'yibdilar, qaranglar. Men juda ham yaxshi ko'raman. Nimagadir borku, bilasizlarmi, ko'pincha vlog olgan paytimda ovqat xonim bo'lib qoladi. O'zidan o'zi shunaqa. Yam. Hammasini yeb tashlayman. Вот.
Lekin men umuman piyoz yemayman. Lekin mana shuni yeyman. Ikkalasini mazza qilib hozir. Men ovqatlanib bo'ldim. Uyda svet o'chib qolibdi. Mikrovoynovkada boya isitmoqchi edim. Bitta bizada emas, hammada o'chib qolibdi, qo'shnilarda ham. Shunaqa qilib svet yo'q. O'shaning uchun qorong'uda video olaman. Shuncha mehnatni qadrlagan holda bu videoni hali montaj qilishim kerak. Va biza video rolik ham oldik. Mening maktabim challenge'imi, короче, shunaqa edi, adashmasam. O'sha mavzuda biza video rolik oldik. Uni ham hali montaj qilishim kerak. U montajga soatlab vaqtim ketadi. Undan tashqari buni montajini qilishim kerak, vlogni va bu vlog taxminan balki bu video 2 kunimdan keyin chiqar. Hali aniq emas. Bu videom yoqqan bo'lsa sizlarga like, подписка, kommentariy yozishni unutmanglar. Обязательно подпискani bosib, like bosib ketishni iltimos unutmanglar. Bu videoga yakun yasayman. Mani montaj qiladigan videolarim juda ham ko'p hali. Kunim faqat montajga o'tib ketadi menimcha. Soat 2:30 bo'ldi. Men hozir uxlayman. 2:30 уже. Bir pasda vaqt o'tib ketdi-ya. Shunaqa video rolikni yasab bo'lguncha degan vaqt ketadi. Videoni ham montaj qilishga ancha-muncha vaqtim ketadi va bu mehnatni qadrlagan holda iltimos bittadan like bosib ketish qiyin emas-ku, to'g'rimi? Tezroq 5 ga like yig'inglar. Shu kecha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga xayr.